Islomjon, endi yana nima topa oldik ukam? Aka, bu do'konda narsa tugaydimi? Bu pichoq o'tkirlashga olib kelib qo'ygan narsangizni qarang aka. Juda ham oson, keyin bir xil gradusda juda ham silliq olar ekan. Rossiya narsasi ekan. Buni bir tarafini o'tkirlab bo'lgandan keyin ikkinchi tarafini o'tkirlash juda ham oson. Uydagi ayollar ham misol uchun bemalol ishlatsa bo'lar ekan. Mana plastik chizib qo'yganman. Gradusni olishni qarang aka. Bir xilda. Bir xil tig'ni o'zini bemalol olaverar ekan. Buni bemalol o'sha o'ch akalarimiz pichoqlarni charxlashda yoki qassob akalarimiz ham xohlagan razmerdagi pichoqni, katta pichoqni ham bemalol charxlasa bo'ladi. Dirijatorlar yaxshi, bemalol qatirib ishlatsanglar bo'laverar ekan. Uyga lekin mana shu zo'r bo'lsa kerak aka. Uydagi pichoqlarni charxlatgan, olib borib zerikkan akalarimiz bemalol bitta olib qo'ysanglar, shu bilan masalalaring hal. Buni bitta qog'oz kechishini ko'rsataymi sizga. Ozgina o'tkirladim men, qog'oz kechishini qarang. Juda yengil. Bu oddiy Xitoy pichog'i. Shuncha darajada o'tkirlab beradi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqib, narxini bilib olsanglar bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor.